Bir kun kofir bir yigit Rasululloh alayhisolatu vassalomning yonlariga keldi. Dediki, "Ya Muhammad, men musulmon bo'laman, ammo eshitdimki sizning diningizda ba'zi narsalar taqiqlangan. Men ularni juda ham ko'p qilaman. Ulardan biri ichkilikdir, yana boshqasi zinodir, yana biri yolg'on. Men bularni juda ham ko'p qilaman" dedi. "Faqat sen menga ayt, bittasini tark qilaman, musulmon bo'laman" dedi. Janobi payg'ambarimiz aytdilarki, "Yolg'onni tark qil." Ko'p o'tmay do'stlari ichkilikka da'vat qilishdi. Endi ketaman deganda aytdiki, Rasululloh aytsaki, "Sen ichkilik ichdingmi?" Men unga nima deyman, yolg'on gapira olmayman. "Yo'q, men bormayman" dedi. Zinoga ketayotib aytdiki, Rasululloh so'rasaki, "Zino qildingmi? Chunki buni jazosi bor." "Men yolg'on gapira olmayman, so'z berganman. Zino ham qilmayman" dedi. Keyin borib, "Ya Rasululloh, siz menga qanday go'zal o'rnak ko'rsatdingiz" dedi. "Chiroyli qilib gunohlardan qutqardingiz" dedi. Ko'ryapsizmi? Yolg'on butun boshli gunohlarning aslida bir boshidir. Yolg'ondan saqlangan odam butun gunohlardan saqlanishi mumkin.